Biz hammamiz chaqaloqligimizda sinestet bo'lganmiz, ammo keyinchalik vaziyat o'zgargan. Bugun aynan mana shu ilmiy fenomen haqida gaplashamiz va 27-kun mashqlarini mana bu harakat bilan bajarib olamiz. Sinestetlar bular qanday insonlar? Ular masalan musiqa tinglaganida og'zida limon ta'mini his qiladi yoki raqamlarni ranglar orqali ko'radi. Masalan 5 ni yashil ko'radi. Miya qanday ishlaydi? Aslida har bir his tuyg'u uchun, sezgi uchun markazlar alohida faoliyat olib boradi. Masalan, ko'rish markazi, eshitish markazi, ta'm bilish markazi va hokazo. Sinestetlarda esa mana shu markazlar o'rtasida ko'priklar mavjud bo'ladi, neyron ko'priklar bo'ladi. Natijada biror bir sensor signal ularda bir nechta markazni faol holatga keltiradi. Masalan, tovush bo'lsa, ovoz eshitsa ham eshitish markazi, ham hid bilish markazi yoki rang sezish markazi aktiv holatda bo'ladi. Mashqimizni biroz murakkablashtiramiz. Mana bunday davom etamiz. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, biz hammamiz sinestet bo'lib tug'ilar ekanmiz, ammo o'sish jarayonida keraksiz neyron aloqalari kesib tashlanadi. Bu sinaptik pruning deyiladi. Sinestetlarda esa bu aloqalar saqlanib qoladi va bu noyob fenomen insonlarda, ba'zi insonlarda yorqin ijodkorlikni portlatib yuboradi. Masalan, Ferenc Liszt notalarni ranglarda ko'rgan va orkestrga qaratib, bu yerda ko'k notalarni ko'proq chaling, chunki asarning bu qismi to'q, ko'k rang bo'lishi kerak deb aytgan ekan. Yoki Nikola Tesla o'zining yangi g'oyalari paydo bo'lganda ko'z oldida yorqin nur yoki uchqunlarni ko'rgan ekan. Billie Eilish ham xuddi shunday o'zining qo'shiqlari va albomlarini turli ranglarda, shakllarda, hattoki hidlar orqali his qilar ekan. Mashqimizni yakunlaymiz. Bundan ilmiy xulosa shuki, miya alohida ishlaydigan a'zolar majmuasi emas, u barcha his tuyg'ularimizni yagona tizimda qayta ishlay oladigan murakkab neyron tarmoqdir. Sizda ham mana shunday sinestetik tuyg'ular bormi? Bo'lsa izohlarda yozing va bugungi mashqni bajara olgan bo'lsangiz, plyus belgisini ham qoldiring. Agar sizga mana shunday ilmiy ma'lumotlar qiziq bo'lsa, sahifamga obuna bo'lishni ham unutmang.